Bugün biz acizliğimizden şikayet kılışının ornuğa, acizliğimizni yo'qotib kuchlanish, batılga qarshi tayyorlik qilish orqali irodamizni mustahkamlashimiz kerak. Shundaq bo'lgandala Allohning nusrati bizga biz o'ylamagan yerdan ato qiladi. Aziz qarindoshlar, biz bugun Ramazon oyining 17-kunini uzatish oldida turyapmiz. Islom tarixi qaraydigan bo'lsak, mag'firat kunlari deb atalgan bu ulug' kunlarda nihoyatda shalliq va zo'r voqealar yuz bergan ekan. Bugun sizlar bilan hijratning 2-yili Ramazon oyining 17-kunda, ya'ni mushu kunda yuz bergan islomdagi tunji g'azot va tunji g'alaba hisoblanadigan Badr g'azoti hijratning 2-yili Mekke müşrikleri bilen Peygamber aleyhisselam o'ttirisida yuz bergan tunji g'azot bo'lib, Qur'on Karimda tilga ilingan g'azotlarning biri bo'lish sifati bilan islom tarixining eng yorqin betlariga xotirlangan. Chunki Badr musulmon dunyosining ojizlik va xorliqdan qutulgan joyidir. Chunki Badr islom bayrog'i tunji bo'lib lapildigan izzat va sharaf musulmonlarga yor bo'lgan bir g'azotning nomidir. Undaqda biz bugun Badrning tafsilotlariga kirmaymiz, balki faqatla Badrdan biz musulmonlar elishib tegishlik bir qism darslar haqida to'xtalamiz. Musulmonlar Badrdan nimalarni o'rganish kerak? Badr g'azoti aslida urushga tayyorlik qilinmagan bo'lsa-mu, Allohning taqdir qilishi bilan musulmonlar xolimasdan qatnashib qolgan bir g'azot bo'lish sifati bilan ishlarning har vaqt bizning planimiz bo'yicha bo'lmaydiganligini, ammo har vaqt Allohning plani va taqdir bilan bo'ldiganligiga ochiq pakitdir. Badr g'azotida musulmonlarning soni 313, mushriklarning soni bo'lsa 1000 kishi bo'lib, son va qurol yaroq jihatda botil kuchlik o'rinda turadi. Ammo bu urushda musulmonlar mushriklar ustidan g'alaba qilish orqali toki qiyomatgacha keladigan barliq musulmonlarga izzat va sharafning faqatla moddiy tayyorlik bilan bo'lmaydiganligi, eng muhimi g'alabaga bo'lgan ishonch ekanligi. Shundaqla Allohning yordami kelgan vaqtda musulmonlar ojiz bo'lsa-mu, izzat va sharafga erishadiganligini ochiq jakarlagan edi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Alloh Badrda sizlarga nusrat ato qildi. Halbuki sizlar ojiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning bergan ne'matiga shukr qilish yuzasidan Allohga taqvolik qilinglar. Demak, bugun biz ojizligimizdan shikoyat qilishning o'rniga ojizligimizni yo'qotib kuchlanish, batılga qarshi tayyorlik qilish orqali irodamizni mustahkamlashimiz kerak. Shundaq bo'lgandala Allohning nusrati bizga biz o'ylamagan yerdan ato qilindi. Biz Badr g'azotida musulmon qo'shinining qarorgohini belgilashda Allohning payg'ambari oldida o'z fikrini bayon qilgan sahobaga qarab, Badrning islomdagi fikriy erkinlik va hurlik tug'ini igiz ko'targanligini ko'ra olamiz. Chunki islom mustabidlik din emas. Islom kishilarni zo'rlamaydi, majburlamaydi, balki har kishiga fikr bayon qilish va tanqidlash huquqi beradi. Islom mana shunday jiddiy paytlarda, urush vaqtlaridami kishilarning roziligini asos qilgan va fikrini qabul qilgan bo'lsa, uningdan boshqa ishlarda kishilarning fikrini qabul qilmasligi mumkinmi? Biz Badr g'azoti jarayonida bizga payg'ambar alayhisalomga Makkada eng qattiq aziyat yetkazgan o'sha mushrikni ko'rsatib qo'ysalar, biz uning jajisini berishni ko'nglimizga pukkan edik deb maydonga tushgan o'sha botir ikki sahobaning ish izlaridan payg'ambar sevgisining qandoq bo'lganligini ko'ra olamiz. Ular bizga payg'ambarni qandoq sevishni o'rgatyapti. Afsuski biz bugun agashgan payg'ambari materializm tushunchalari bilan inkor qilinsa, hadislari yolg'onga chiqarilsa, qilgan islohotlari millatchilik nomi bilan rad qilinsa, amr farmonlari arabchilik deb tashviq qilinsa, nima qilishni bilolmayotgan bir ummat bo'lib qoldik. Payg'ambarni sahobalardek so'yalmadik. Amaliyotda Badrda payg'ambar uchun jinni pido qilayotgan sahobalar bizga ochiq dars bergan edi. Alloh taolo Qur'on Karimda Alloh va payg'ambarga itoat qilinglar, ularga muxolifatchilik qilishdan hazar aylanglar. Agar sizlar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki rasulimizning mas'uliyati faqat sizlarga ochiq tabliq qilishdir deyish orqali bizga Alloh va rasulining itoatining barobar ekanligini bayon qilgan. Shundaqla qiyomatgacha nufuzga ega va eng oxirgi bo'lgan bu payg'ambarning hayotida qanday itoat qilingan bo'lsa, u o'lgandan keyinmi hadislariga amal qilish, hadislariga bo'ysunish va ijro qilish orqali itoat qilinganligini ta'kidlagan. Alloh taolaning u payg'ambarning vafot bo'lganligini bilib turib itoat qilishga buyurganligi buningga ochiq pakit bo'la oladi. Alloh taolo yana Qur'on Karimda Badrda farishtalarni tushirib musulmonlarga yordam qilganligini bayon qilish orqali haqiqiy islom degan millatga o'zining qanday yordam qilganligini isbotlagan edi. Bu voqea cho'chak va yoki masal bo'lmasdan, balki Qur'on Karimga iymon etgan har
bir musulmon haqiqat deb bilishi va ishonish kerak bo'lgan bir masaladir. Alloh taolo bugunmi bizga farishtalari bilan yordam berishga qodirdir. Ammo masala shuki, biz o'sha yordamga va nusratga loyiqmi? Badr bizga nusratga erishish yo'llarini o'rgatish jarayonida musulmonlardagi qo'rqish va andishining faqatla Allohga sadoqatman bo'la olmaslik, ishonishning chin bo'lmasligidan kelganligini xulosalab berdi. Biz Allohga haqiqiy bandichiligimizni amalga oshirgan vaqtimizda ulug' va mehribon Rabbimiz bizga ayni chog'da musulmonlarga qanday nusrat ato qilgan bo'lsa, shunday nusrat ato qildi. Demak, biz bugun hayotimizda Badrni ko'rmoqchi bo'lsak, o'sha sahobalardagi ixlos va sadoqatmanlikni qalbimizda va ruhimizda, amaliyotlarimizda amalga oshirishimiz kerak. Oldi bilan sahobalardek ixlos va iymonga ega bo'lishimiz kerak. Payg'ambarni sahobalardek so'yalishimiz kerak. Dinimizga sahobalardek ishtiyoq bog'lay olishimiz kerak. Sahobalardek shahodat oshiqi bo'la olishimiz kerak. Ulug' Allohdan bu muborak oyda bizni xatoliklarimizni yakunlab to'g'riga hidoyat qilishini, taqdirimizga g'alaba va nusrat putib berishini, shundaqla bizni ashunga loyiq tayyorlik qilishga muvaffaq qilishini Allohdan sig'inib so'raymiz.